Hammaga salom. Sizlar bilan Sindor. Hozirgi paytda Telegram akkauntingizga 2 bosqichli parol o'rnatish zamon talabi desak, 2 bosqichli parolni unutib qo'yish esa zamonning eng katta xavfi desak ham bo'ladi. Ha, siz ham bu videoga 2 bosqichli parolingizni unutib qo'yib, akkauntingizga kira olmasdan to'g'ri kelganingiz aniq. Va men sizga bugungi videoda 2 bosqichli parolni to'g'ri o'rnatish, uni qanday qilib xavfsiz qilish va uni qanday qilib tiklash yokida qanaqadir yechimlar topishni o'rgataman. Video mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosing va menga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Agarda sizga Telegram Stars yoki Telegram Premium kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda men o'z servisimni tavsiya qilaman. Sindor Stars bot orqali siz 10 soniyada Telegram Premium yoki Telegram Stars'larni xarid qilishingiz mumkin. To'lovlar barchasi avtomatik, klik yoki payme orqali, hech qanday qo'rqadigan narsa yo'q. Barchasi ishonchli hamda tezkor. Hoziroq Sindor Stars botga kirib, o'zingiz sinab ko'ring va meni qo'llab-quvvatlash uchun botimizdan foydalanib ko'rsangiz ham bo'ladi. Xullas, videomizning timeline bor. Uni ochib o'zingizga kerak joyga o'tib olsangiz bo'ladi, lekin biz birinchi o'rinda 2 bosqichli parolni o'rnatishdan boshlaymiz. 2 bosqichli parol nima uchun o'rnatilishi kerak? Bu turli xil hacker va moshinniklardan himoya qilinish uchun kerak bo'ladigan narsa. Va buni biz so'zlama orqali yoqib qo'ysak bo'ladi. Bu narsa bizga akkauntimizga kirishda faqatgina o'zimiz biladigan parolni o'rnatib qo'yish imkonini beradi va buni turli xil moshinniklar topa olmaydi. Xullas, buning uchun Telegramning sozlamalar bo'limiga kiramiz. Demak, birinchi bo'lib Telegramga kirib olamiz. Telegramga kirib sozlamalar bo'limiga o'tamiz va pastroqqa tushgan holatda maxfiylik va xavfsizlik bo'limini ochamiz. Androidda ham, iPhone'da ham sozlamalar bo'limi bir xil. Shuning uchun keyingi bosqichda 2 bosqichli tekshiruv bo'limiga kiramiz. Bu yerda ochiq turibdi. Qo'shimcha parolni o'rnatish tugmasini bosamiz va parolni 2 marta yozamiz. O'zimiz eslab qoladigan parol bo'lishi shart. Adashib ketmang. Parolingiz xohlasangiz 1 belgidan, 2 belgidan yoki bir necha belgilardan iborat bo'lishi mumkin yoki uzun bir narsa bo'lishi ham mumkin. Xullas, faqatgina siz biladigan parol yozishingiz kerak va parolni yaratish tugmasini bosganingizdan so'ng ishora, ya'ni parolni eslashingiz uchun qandaydir belgi tashlab ketishingiz kerak bu yerga. Lekin parolingizni qaytadan yozib qo'ymang. Ko'pchilik shu narsani xato qiladi. Keyin davom etish tugmasini bosamiz va bu yerda biza uchun email so'raladi. Email manzilimiz kiritish hozirgi vaqtda majburiy, lekin oldin o'rnatganlar uchun majburiy bo'lmagan. Shunday ekan, o'zimizning emailni yozamiz va emailimizga kod keladi. Kodni shunchaki o'sha Gmail dasturi orqali yoki o'zingiz foydalanadigan email dasturi orqali olishingiz mumkin. Kod mana shu tarzda keladi va uni biz Telegramga yozamiz. Va qarabsizki, parolimiz o'rnatildi. Endi bizning akkauntimiz yanada xavfsizroq bo'ldi. Ya'ni akkauntimizni qanaqadir moshinniklar yoki hakerlar o'g'irlash ehtimoli nisbatan pasaydi. Va siz xabardor bo'lishingiz uchun Telegramning o'zidan 2 bosqichli parol o'rnatilganligi haqida xabar ham keladi. Parolni o'rnatdingiz va asosiy e'tibor beradigan narsangiz, parol o'rnatayotganda email ulashingiz kerak. Email ulamasangiz, siz uni esdan chiqarsangiz, uni tikla olmaysiz, ya'ni sirazi tiklash imkoni bo'lmaydi. Nimadir bo'ldiki, sizning parolingiz esingizdan chiqib ketdi va bu narsani tiklay olmayapsiz. Siz akkaunt ichida bo'lsangiz, bu narsaga oddiygina yechim bor. Buning uchun xuddi shunaqa sozlamalar bo'limiga kiramiz va 2 bosqichli parol bo'limini ochamiz. Ana endi parolni tiklash keladigan bo'lsak, buning uchun ham sozlamalar bo'limiga o'tamiz va maxfiylik xavfsizlik bo'limiga kirib 2 bosqich tekshiruvga kiramiz. Bu yerda bizdan parolimiz so'raladi. Parolimizni bilmaymiz. Pastda parolni unutdingizmi degan yozuv bor. Yozuvni bosamiz va bizga tiklash email o'rnatilganligi uchun emailimizga kod keladi. Kodni kiritib birdaniga tikla olishimiz mumkin. Lekin bizda emailda ham dostupimiz bo'lmaganligi uchun biz 7 kun kutish imkoniyatini tanlashimiz mumkin. Xullas, shunday qilib pastdagi emailingizga kira olmayapsizmi tugmasini bosamiz va tiklash tugmasini bosamiz. Bu yerda bizga Telegram o'zidan xabar keladi. Telegramdagi xabarda bizda o'sha parolni tiklashga so'rov yuborilganligi haqida ma'lumot beriladi va bizda buni admin qilish tugmasi turadi. Xabar bilan to'liq tanishib chiqaylik birinchi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerdagi xabarda Telegram parolingizni asliga qaytarish so'rovi qabul qildik. Agar buni siz qilmagan bo'lsangiz, mana shu yerdan admin qilsangiz bo'ladi degan. Agar jarayonni kutsangiz, bekor qilmasangiz, sozlamalarda 2 bosqichli tekshiruv parolingizni joriy parolni bilmasdan asliga qaytarish mumkin. Imkoniyat qo'shiladi. Xullas, mana shu tugmani bossangiz, protsess orqaga qaytadi, boshlanmaydi, 7 kun 0 bo'lib ketadi. Agar mana shu tugmani bosmasdan kutsangiz, siz sozlamalar bo'limiga kirib, maxfiylik, xavfsizlik va 2 bosqichli tekshiruv bo'limiga kirsangiz, mana bu yerda asliga qaytarishni bekor qilish emas, asliga qaytarish tugmasi turadi. Va 7 kunda siz parolingizni bilmasangiz ham tiklab olib bemalol undan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni akkauntingiz siz uchun yo'qotib qo'yish xavfli bo'lmaydi.
Menimcha tushuntira oldim degan umiddaman. Bu narsa bir haftadan keyin ochiladi, lekin e'tiborli bo'ling, sizga kelgan xabarga bosib qo'ymaslikka. Va bizda ikkinchi holat bo'lishi mumkin. Siz akkauntingizga kira olmasligingiz mumkin va bu holatda ikki bosqich parolni eslashingizga to'g'ri keladi. Lekin ikkinchi usul, agarda email ulagan bo'lsangiz, bu sizga muammo bo'lmaydi. Ana endi siz akkauntingizga kira olmayapsiz deb tasavvur qilamiz va bu yerda akkauntimizga kirish uchun kod jo'natdik, kodni ham oldik, kod bilan kirdik va bizdan parolimiz so'ralyapti. Parolimiz podskaskasi bilan ham eslolmayapmiz va bizda parolni unutdingizmi degan yozuvchi chiqadi mana bu yerda. Uni bosamiz, biza email ulaganmiz. Email ulaganimizdan keyin bizning emailimizga kod keladi va emailda bizda dostуп bor. Emailimiz turibdi. Emailga kiramiz va bizga Telegramdan mana bunaqa xabar kelgan bo'ladi. Xuddi har doimgidek Telegram kodi. O'sha 6 talik kodni olamiz va mana bu yerga kiritib, yangi parolimizni kiritgan holatda akkauntga osonlik bilan kirib olishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, yangi parol so'radi bizdan. Parolni kiritamiz. Endi kiritish jarayoni xavfsizlik tufayli ko'rsatilmayapti bu yerda. Qotib qolyapti. Shuning uchun o'zingiz xohlagan parolni yana 2 marta kiritasiz, parolingiz almashadi va akkauntga kirib olasiz. Bahonada siz yangi parolni ham bilib olasiz. Eski parolingizni unutasiz, sizning akkauntingiz doimiy xavfsizligicha qoladi va siz akkauntni yo'qotib qo'ymaysiz. Email ulagansiz va akkauntingizga osongina kirib oldingiz. Bu narsani bilib oldingiz, lekin siz qanchadir vaqt oldin email ulamasdan qilib qo'ygansiz bu narsani va bunga yechim izlayapsiz. Va menga bu masala bo'yicha juda ham ko'pchilik yozadi. Hozir kommentariyada ham yozsa kerak. Aynan shu masalani hozir yechimini ko'rib chiqamiz. Siz email ulamagansiz va akkauntingizga kirishga harakat qilyapsiz. Bu holatda siz hech qanday holatda akkauntingizga kira olmaysiz va akkauntingizdagi ma'lumotlar o'chib ketishiga to'g'ri keladi. Ya'ni siz parolni eslay olmadingiz va sizda parolni eslashdan boshqa yo'l yo'q. Ikkinchi yo'lingiz akkauntni o'chirib yuborib, akkauntga kirish. Bu holatda sizga na Telegram poddershkasi va na men yordam bera olaman. Shunday ekan, bu narsani ham ko'rib chiqamiz. Akkauntni o'chirish bizning yagona yo'l. Akkaunt o'chirish qanday amalga oshirish haqida hozir tushuntirib beraman. Va ana endi sizning hayotingizdagi eng yomon hodisa, siz parolni ham esdan chiqardingiz. Sizda emailga dostуп ham yo'q yoki email o'rnatmagansiz ancha oldin qo'yganingiz uchun parolni. Bu yerda parolingiz so'raladi. Parolni unutdingizmi degan knopkani bosasiz va bu yerda sizdan email umuman so'ralmaydi yoki shunchaki emailga kira olmayapsizmi degan narsa chiqadi. Email ulagan bo'lsangiz ham email o'zingizda bo'lmasa. Xullas so'ralmasa ham qayta tiklash tavsiya qilinadi. Eslash yoki xullas mana shu tugmani emailga dostupimiz yo'q degan tugmani bossak, bizda hisobni asliga qaytarish degan knopka paydo bo'ladi. Yozuv, qizil yozuvchi. O'sha asliga qaytarish tugmasini bossak, bizning akkauntimiz o'chib ketadi. Akkaunt o'chib ketishi ikki xil holatda. Birinchisi, bir hafta kutishingiz mumkin. Akkaunt ichida aktiv kimdir bo'lsa, akkauntingizda hech kim aktiv bo'lmasa, sirazi o'chib ketadi. Shunday ekan, ikki bosqichda parol o'rnatayotganda iloji boricha e'tiborli bo'ling yoki parolni doimiy eslab yuring yoki ulangan emailni doimiy saqlab yuring yoki boshqa xavfsizlik choralarini ko'rib qo'ying. Shunday qilib siz o'z akkauntingizni qanday qilib o'chirishingiz va ikki bosqich parolni qanday qilib o'rnatish va undan qanday qilib tiklash va xalos bo'lishni ko'rib chiqdik bu videoda. Mana shu narsalarni o'rganib oldingiz. Video mavzusi sizga yoqqan bo'lsa, kommentlarda o'z fikringizni yozib qolding. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qolsangiz, hammasiga javob berishga harakat qilaman va siz bilan Sindor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha